va buvaman bo'lmasam erkak kishi, lekin o'zingni o'zing aldamaysan. Vannaxonaga kirib o'sha yerda kitobni oxirigacha o'qib qo'yardim dedilar. Kerak emas narsalarni tashlab yuborishga dedilar. Xuddi andalar bilan ham diplomatik munosabatda bo'lardi. O'g'il bola tur ishingni qil, tur ovqatingni qil. San Xudoyingdan so'ragin, yaxshi o'tsalar. O'sha kunligi mani esimda. Bu yoshman. Assalomu alaykum. Bugun biz adabiy tanqidchi, tarjimon, fidoyi ustoz va asosiysi oilaparvar bo'lgan Ozod Sharafiddinovni davomchisi bo'lib kelayotgan Shahnoza To'ychiyeva ustozimiz bilan suhbat olib boramiz. Bu suhbat davomida biz farzand tarbiyasi, oilaviy muhitda aynan qaysi tamoyillarga asoslanish juda ham o'rinli va hozirgi davrdagi qanday kamchiliklar bor va bularni to'g'irlashga o'zlarini takliflarini so'raymiz. Suhbatimiz qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Siz mana shu suhbatimiz davomida bizni kuzatayotgan yoshlarga qimmatli maslahatlarni berishga harakat qilamiz. Aynan ustozimiz mohir tarjimon, tanqidchi Ozod Sharafiddinovning aynan hayot yo'lini yoritishga ko'proq e'tibor qaratdik va birinchi savolim shundan iboratki, Ozod Sharafiddinov hamma uchun kuchli tanqidchi, nuktadon tarjimon va fidoyi ustoz bo'lib xizmat qilganlar. Hamma buni biladi. Lekin ular siz uchun kim? Men uchun bu inson hayotimda o'z o'rniga ega bo'lgan eng mehribon insonlarimdan biri. Sevimli buvam. Yoshligimdan o'zini mehrini bera olgan. Hayotda mana shunday bugungi kunda qanday bo'lsam, mana shu turishimga o'zini hissasini qo'shgan, bevosita hissalarni qo'shgan inson. Meni hayot maktabimda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan inson, mening eng sevimli insonlarimdan biri. Har doim u oilada bo'ladimi, u o'zlarining professional hayotlarida bo'ladimi, o'zlarini haqiqatlariga, ya'ni vijdon amri bilan ish yuritgan inson. Ozod Sharafiddinov oila boshlig'i sifatida, ya'ni bir rahbar sifatida qanday tamoyillarga asoslanib ish yuritganlar? Ya'ni qaysi tamoyillarni o'zlarini mezoni sifatida qabul qilganlar? Juda ham qiziq savol berdingiz. Agarda ularni Muhabbat kunda kerak degan esse xotiralarini o'qiydigan bo'lsak, o'sha yerda aynan oilaga bag'ishlagan fikrlari jam va mana shu fikrlarda hayot tajribalaridan kelib chiqib misollar keltiradilar. Va bular buvam bilan buvim oila, farzand tarbiyasiga juda katta e'tibor berishgan. Farzandlarni hattoki nafaqat o'zlarini farzandlari, nabiralarni tarbiyasiga ham juda katta e'tibor berishgani shundan dalolat beradiki, biz o'rtoqlarimiz kim, qaysi kitoblarni o'qiyapmiz, qanday kiyinyapmiz, mana shulargacha e'tibor berishardi. Va buvam ham bo'lmasam erkak kishi, lekin kim bilan qayerga ketyapman, qanday ma'lum bir narsalarga munosabatim qanday, masalan o'qigan maqolalarim, qaysi maqolalarni o'qiyapman, qaysi ko'rsatuvlar meni qiziqtiryapti, shu narsalar ham ularni o'ylantirardi va bu narsalarga juda katta e'tibor bilan qarardilar. Biz ham eshitganmiz, o'qiganmiz. Muhabbat kunda kerak maqolalari meni juda ham ta'sirlantirgan. Ya'ni o'sha oilaparvarlik timsolida juda ham yodimda qolgan maqolalari, mazza qilib o'qigan maqolalarim ichida yuqori o'rinlarda tutaman albatta. Endi keyingi savolga nazar tashlaydigan bo'lsak, Ozod Sharafiddinov farzand tarbiyasida e'tibor bergan 3 ta omilni sanab bera olasizmi? Va aynan mana shu omillarga onajoningiz ham amal qilganlarmi? Avvalo, haq gapni aytish. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, haq gapni aytish. Vaziyat qanchalik qaltis bo'lmasin, shunga o'rgatganlar. Va bu ma'noda oyimlar ham xuddi shu yo'ldan borganlar. Ikkinchisi, bu hamisha o'zini soxtalikdan olib qochish. Qanday bo'lmasin, mana shu soxtalik bilinib qoladi. Sen hammaniga yolg'on gapirishing mumkin, lekin o'zingni o'zing aldamaysan-ku. Shuning uchun yana ikkinchi omillarimizdan biri hamisha o'zingni oldingda ham
mana shu soxtalikka yo'l qo'ymaslik. Va uchinchisi bu o'zga insonlarni hurmat qilish. O'zga insonlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish. O'zga insonlarni qadriga yetish. Ota-onalar farzand tarbiyasida xato qilishni keskin taqiq ostiga olishadi. Ya'ni xato qilish mumkin emas kabi uqtirib katta qilishadi. Sizningcha, bobongizni tarbiyasicha xato qilish qanday to'g'ri? Bilasizmi, buvam hech qachon bir hamma narsani ideallashtirmaganlar. Hammayam inson, hammayam xato qilishi mumkin deganlar. Lekin bu xato qaltis xato bo'lmasin. Bu xato shunday bo'lsinki, uni to'g'rilash imkoni bo'lsin. Shundan hayiqib nima qilganlarki, xato qilsang ham endi xato qilish imkonimiz bor. Noto'g'ri gapirib yuborishimiz mumkin. Yoki noto'g'ri fikr bildirishimiz mumkin. Yoki bir noto'g'ri asarni o'qishimiz mumkin. Masalan, judayam bir saviyasi past asarni o'qishimiz, bu ham bizning xatoyimiz. Lekin buvam hech qachon hali aytganimdek ideallashtirmaganlar. Bizdan ham idealni yasamaganlar. Xatoni qilish mumkin, lekin uni to'g'rilash kerak albatta. Albatta to'g'rilash kerak. Masalan, sen bugun yomon ovqatlandingmi yoki birovga yomon munosabatda bo'ldingmi, ertaga shu xatoyingni to'g'rila. Ertaga bu nimadan dalolat beradi? Buvam hech qachon buvamga o'sha munosabatda bo'lgan insonlarga, o'zlarini yon atroflaridagi u ustozlari bo'ladimi, u o'zlarini kasbdoshlari bo'ladimi, u yaqin insonlari bo'ladimi, oila a'zolari bo'ladimi, hech qachon past kelishdan qo'rqmasdilar. Men xato qilibman shu yerda, qizim, yoki o'g'lim, yoki ukam, yoki ustoz deb aytishdan hech qachon nima qilmaganlar, uyalmaganlar. Lekin shu bilan birga ustoz dedim, buvam hech qachon ustoz demaganlar. Ustoz deyish aytardilarki, demak, ustoz darajasiga ko'tarish. Ko'ryapsizmi? Bu hayotiy, nima desam ekan, bu mas'uliyat, bu juda katta. Ozod Sharafutdinovdagi juda katta mas'uliyat. Masalan, Abdulla Qahhorni ko'pchilik aytadi, Abdulla Qahhorni ustoz, ular uchun ustoz bo'lganlar. Men agarda Abdulla Qahhor darajasiga yetsam, men bu insonni ustoz deyishim uchun men Abdulla Qahhor darajasiga ko'tarilishim kerak. Men bilmayman Abdulla Qahhor darajasidamanmi yo'qmi. Shuning uchun men bu ustozni, men Abdulla Qahhorni ustoz deb atashga o'zimni sharafli deb bilmayman dedilar. Ko'ryapsizmi? Bo'lmasam qanaqangi bir ta'riflar beramiz Ozod Sharafutdinovga. Aytmoqchimanki, insonda kamtar bo'lish, inson kamtar bo'lishi kerak. O'zini voy men palonchiman deb ko'krakka urish shart emas. Agarda siz pichoqqa ilinadigan biron bir fikr aytgan bo'lsangiz, biron bir ish qilgan bo'lsangiz, albatta bu shunday o'tib ketmaydi. Davrlar o'tadiki, bu lekin qalqib chiqadi suvning ustiga. Haqiqat. Shuning uchun mana shu avvalo buvamni o'zlarining haqiqatlari shu ediki, haq gapni gapirib, to'g'ri gapni aytib, sizni bo'yningizdagi mas'uliyatni to'g'ri bajara bilish. Mana shuni o'zi shunday Ozod Sharafutdinov bo'lib kelishlariga olib keldi. Ularni hech qachon bir insonni o'ylantirib qo'yadigan bosh qotirmalari yo'q edi. Eng oddiy, eng sodda yo'llarni topib berardilar. Mana shu yo'ldan ketsang bo'ldi. Shuni o'zi seni eng yorug' yulduzga olib chiqadi. Bu ta'riflar juda ham to'g'ri. Ozod Sharafutdinov ustozimizni o'qiganimizda, ularni asarlarini, har bitta jumlasini o'qiganimizda bizda soddalik, til uslubini juda chiroyli qo'llanishiga guvoh bo'lamiz. Xo'p, endi keling, onajoningizga to'xtalib o'tamiz. Onajoningizni hayot yo'llarini ham bizga qisqacha ta'riflab berasiz. Xo'p, Muhabbat Sharafutdinova ustozimiz, ular oilada qanday ayol bo'lganlar? Ular oilada bitta qiz bo'lganlar, ikkita ukalari bo'lgan va bitta qiz bo'lib, mana shu dadalarini davomchisi sifatida shu filologiya sohasiga o'zlarini hissalarini qo'shdilar. Juda ham nima desam ekan, biz ko'nikib qolgan, bizga oddiy bo'lib ko'ringan narsalarni emas, balki o'sha asarlardagi nozik nuqtalarni topib bilib, mana o'zlarini adabiyotda nafaqat Ozod Sharafutdinovning qizi, balki Muhabbat Ozodovna Sharafutdinova degan o'zlarining nomlariga ega bo'ldilar. Va o'zlarini so'zlarini ayta bildilar va o'zlarini mana shu ilmga qo'shgan hissalari bugungi kunda ham e'tirof etib kelinyapti. Oyimlar yoshliklaridan adabiyotga juda ham qiziqqanlar. Hatto eslaydilar, shunaqangi bir vaziyatlar bo'lardiki, kitob o'qiganimda shunaqangi berilib ketardim kitobga.
oyim aytardilar, bo'ldi endi yotib uxlay qolgin deganlarida vannaxonaga kirib o'sha yerda kitob endi chunki chiroq yoqib o'tirish kerak bo'lardi. Buvimlar endi aytarkanlarda, bo'ldi yota qolgin endi ertalab voqli maktabga ketishing kerak desalar, vannaxonaga kirib o'sha yerda kitobni oxirigacha o'qib qo'yardim dedilar. Shu darajada kitobga mehr bo'lganki, albatta bu mehr o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu yerda shunaqangi oilari, shunaqangi dadalari bo'lgan, mana shu kitobga bo'lgan mehrni uyg'ota bilganlar. Va keyinchalik ham mana shu kitob bilan do'st bo'lgan inson albatta shu filologiya sohasini tanlab mana shu sohadan ketdilar. Endi bilasizmi, oyimlarda shunaqa narsa bor ediki, hamma narsani ulgurish kerak derdilar. Oilani tashlab qo'yib faqat ilm ketidan ketib yoki faqat o'zini sohasida bir ish olib borib oila qolib ketmasin. Farzandlar bormi? Demak, farzandlar ham shunday o'zicha katta bo'lishi kerak emas. Ularni ham juda katta did bilan katta qildilar. Va mana shu bizga bo'lgan munosabatlari, bizga bergan tarbiyalari odamlar bilan birga bu ham mana shu ularni hayot yo'llarini ko'rsatadi. Va shu bilan birga bilasizmi, hamma narsani nozik tabiatli edilar oyimlar. Masalan, ovqatlanishda ham nozik tabiatlar. O'zlarini masalan ish stollari bor, ishga bo'lgan munosabatda juda nozik tabiatlar. Masalan, kompyuterda ishlasalar, hamma narsa tartibli bo'lardi. Qo'lyozmalari bo'ladimi, hamma narsa tartibli bo'lardi. Masalan, oshxona bo'ladimi, hamma narsa tartibli. Demak, mana shu narsalarga juda katta e'tibor berardilar. Va aytardilarki, kerak emas narsalarni tashlab yuborishga derdilar. Kerak emas fikrni ham, kerak emas kiyimni ham, kerak emas anjomni ham. Shu munosabatda biz oyimdan juda ko'p narsa oldik va men behad xursandman. Shaxsan men o'zim mana shunday oilada katta bo'lganimdan. Biz ham eshitganmiz, ular juda ham nozik tabiatli ayol bo'lganlar deb hamkasblarini fikrlarini o'qiganmiz. Xo'p, o'sha davrlarda, ya'ni bobongizni davrlarida ko'proq uzatilgan qiz endi boshqa xonadon a'zosi degan fikr keskin bo'lgan. Hattoki hozirgi davrda ham uchrab turadi bunday holatlar. Bunga bobongizni, ya'ni ustozimiz Ozod Sharafiddinovning munosabatlari qanday bo'lgan? Buvam hech qachon uzatilgan qiz maqolam boru, nimada chig'iriqdan tashqaridami deydi. Unaqa bo'lmaganlar. Chunki buvam bu oilani kattalashgani, oila a'zolarini yana bittaga ko'paygani, qarindoshlarni yana ko'paygani deb qarardilar va quda andalar bilan ham diplomatik munosabatda bo'lardilar. Nafaqat o'zlarining qizlari bilan. Masalan, men turmushga chiqqanda ham meni qaynona qaynatam bilan shunaqangi diplomatik munosabatda yo'lga qo'ygandilarki, ular xuddi bir eski qadrdonlarday bir-biriga muomala qilishardi. Chunki aytardilarki, menga alohida qizim, baribir qiz bola tushgan joyda erkin emin yurish kerak derdilar. Shuning uchun qaynona qaynatamga ham juda ham bir shirin munosabatda bo'lardilar. Ularni juda katta, birinchidan ular hurmatga sazovor insonlar edi. Ikkinchidan mana shu hurmatni joyiga keltirib qo'yardilar. Shunchaki mana shundoq qizimni berdim emas, balki mana shunday oilaga biz qizimiz tushdi, biz bundan bag'oyatda xursandmiz deb ularni hurmatlarini keltirardilar. Va oyimlarning oilalarida ham xuddi shunday edi. Odamlarga bo'lgan munosabat kuyoviga emas, xuddi o'g'liga bo'lgan munosabat, o'g'il farzandga bo'lgan munosabat edi. Va o'g'illar 2 emas, 3 bo'lib, meni ham odamlar shu munosabatni ko'rgandan keyin albatta ularga ham xuddi otaga bo'lgan mehrni bir-birligiga mana shu ota farzand mehri ularni o'rtasida to hayotlarining oxirigacha mana ulardan keyin mana odamlar buvim haqida gapirganda shunaqangi bir iliq munosabatlarni bizga ko'rsatadilarki, bizni farzandlarimiz ham mana shu munosabatlarni ko'rib katta bo'lyapti. Bu menimcha juda shu tarbiyani yaxshi tomonlari deb bilaman. Biz kuyovlari yozgan maqolalarda ham juda ham e'tirof etib o'tganlar bu haqida. Bu munosabatlar haqida ularni qanchalik darajada bilimli, saviyali inson ekanliklarini aytib o'tganlar. Xo'p, Ozod Sharafidinov va Muhabbat Sharafidinovalar. Ular
Qiz farzand tarbiyasida aynan nimalarga e'tibor berishgan? Bizni oilamizda erkak kishi ayol kishiga nisbatan juda katta hurmat belgisi bilan qaraydi ayol kishiga. Birinchi navbatda masalan buvamlar, ayamlarga, o'zlarini onalariga bo'lgan munosabatlari judayam nafaqat ona, balki birinchi navbatda ayol bo'lganliklari uchun, ularni onalari bo'lgani uchun, o'zlarini buvilari haqida ham eslaydilar. O'sha maqollarda o'qigan bo'lsangiz, mana shu munosabat judayam yuksak edi va mana shu munosabat ularni nafaqat onalariga, buvilariga, balki ayollariga ham xuddi shunday munosabatni bildirilishi nafaqat maqolalarda, balki bizni hayotda ko'rganimiz. Buvimga bo'lgan munosabatlari ham o'sha birinchi navbatda ayolga bo'lgan munosabat. Ayol kishini yuqori pog'onaga qo'yib qo'yardilar. Qanday sharoit bo'lishidan qat'iy nazar, chunki bu hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin. Borchilik bo'lishi mumkin, yo'qchilik bo'lishi mumkin, lekin har qanday vaziyatda bu ayol kishi. Va o'z navbatda oyimga, qiz farzandga bo'lgan munosabat ham o'g'illardan ko'rada baribir bir pog'ona ustun turadi. Chunki o'g'il bola bu o'g'il bola yo'lini topib ketishi mumkin. Qiz bolaga biroz biz yordam berishimiz kerak. Ularga sal turtki bo'lib, ularni orqalarida bir tog'dek, qoyadek bo'lib turishimiz kerak. Shuning uchun qizga bo'lgan munosabat shunday bo'lgan. Oyimlarda ham farzandlik burchi bu juda yuksak darajada bo'lgan, chunki mana buvamlardan keyin oyim hamisha juda ko'p marta buvam bilan maslahatlashardilar. Shu maslahatlashardilarki, ularning suhbatlari adabiyot doirasida bo'lardi. Ular kimlarni endi masalan men o'zim kattaroq bo'lib, o'zim student talaba bo'lib yurgan paytlarimni eslayman. O'sha repressiya bo'lgan yozuvchilar, ularni asarlari chop etilmagan va endi sekin-sekin mustaqillikdan keyin o'sha 91-yildan keyin o'sha asarlar qaytayotganda, yozuvchi ijodkorlarning nomlari qaytayotgan bir davrda oyim bilan buvamning suhbatlarini eshitardim, maroq bilan eshitardim. Chunki ular aynan adabiyot haqida, adabiyotdagi yangiliklar bo'layotgan o'sha repressiyadan qaytgan, qatag'ondan qaytayotgan nomlar haqida gapirishardi va men uchun bu juda qiziq edi. Masalan, doktor Jivago, Pasternak haqida gapirishardi. Mana shu ijodkor haqida gapirishardi. U Nobel mukofotini rad etgan. Tasavvur qiling. Mana shunaqangi ma'lumotlarni bilish, hali u davrda internet hali rivojlanmagan. Bu haqida ma'lumotlar yo'q bir paytda ular mana shu narsalarni o'qib, mana shular haqida fikr yuritishardi. Bu juda qiziq edi. Va mana shu buvam oyimga nisbatan judayam nafaqat tur ishingni qil, tur ovqatingni qil yoki uyingni tozala emas. Qiz farzand avvalo dunyoqarashi keng bo'lishi kerak. Nafaqat qiz farzand, umuman farzandni asosiy bu ish har doim ham bo'ladigan narsa. Bugun agarda ovqat yesangiz, yemasangiz yoki idish yuvsangiz, yuvmasangiz kun o'tib ketadi. Lekin insonni shakllanishi uchun hamma narsani qilish kerakdirlar. Va birinchi navbatda albatta qiz farzandga mana shu keng dunyoqarashli bo'lishi uchun, o'sha ma'naviy barkamol bo'lishi uchun mana shu yo'lda judayam ko'p harakatlar qilganlar va biz buni guvohi bo'lganmiz. Va bundan shunaqangi endi yoshliklarida endi oyimimiz suhbatlari, oyimni gapirib bergan xotiralardan bilamiz. Keyinchalik o'zimiz katta bo'lib mana shu munosabatlar faqatgina yuksak darajaga yetganini ko'rardik. Chunki bu daraja bizga ham o'tgan. Bu munosabat bizga ham o'tgan va bizga bo'lgan munosabat. Endi biz kelsak shunaqangi bir endi bizni kutib olardilar. U bizani bir 7-chi osmonga olib chiqib qo'yish emas. Yo'q, biz ham xuddi shunaqa chang artardik. Biz ham xuddi shunaqa oyoq kiyimlarni tozalardik. Bu mehnat emas edi biz uchun. Garchi biz mehnat qilardik. O'sha uylarni sarishta saqlashda yoki bironta bir ovqat qilishda biz xursand bo'lardik agarda buvam biz qilgan ovqatni yesalar. Biz xursand bo'lardik agarda oyim ishdan kelishlariga biz uylarni chiroyli sarishtalab qo'ysak, oyim bilan keyin kelib bir piyola choy ichsak. Oyim bilan ham suhbat bo'lib, oyim nima bo'lgan, bugun kun davomida bo'lgan voqealarni eslab gapirib berardilar. Bizdan so'rardilar nima bo'lganini, biz aytib berardik va bu biz uchun katta zavq edi. Oyimni mana shu xushchaqchaq chehralarini ko'rish va oyim bilan ko'proq o'tirardik suhbatlashib.
agarda ishlarimiz hammasi bitgan bo'lsa, ko'ryapsizmi? Bu o'z yo'lidagi tarbiya edi. Aytyapman, o'sha bizni erkalatish emas, balki tarbiya shu darajada olib borilardi. Oyim aytardilar, masalan, ertalab soat 9 gacha hamma ishlaringni qilib olsang, kun davomida nima qilsang qilaverasan. Masalan, kanikulga chiqardik maktab davrida, eslaydigan bo'lsak. 9 gacha hamma ish qilib olardik. U yog'iga kitob o'qiysanmi, uxlaysanmi, ishingni qilasanmi, boshqa narsani qilasanmi? Kun davomi mana sen nima qilsang qil. Bu ham bir o'ylaymanki, tarbiyaning bir jihati. Va keyinchalik haqiqatan ham keyin kun davomida shunaqangi vaqtimiz ko'p bo'lardi. Oyimni shunchalik o'sha kunni to'g'ri taqsimlashlari ham buvamda ham xuddi shunaqa narsa edi. Soat 9 da ish boshlanardi. U ishxona bo'ladimi, uyda bo'ladimi? Masalan, uyda ham ishlardilar, chunki domlalik har kuni ham ishga bormasliklari mumkin. Soat 9 dan 1 gacha ishlardilar. Keyin tanaffus qilardilar. Keyin peshindan keyin kitob o'qishlari mumkin edi yoki biron bir lekin maqola yozadigan bo'lsalar yoki bir miyani aynan hech kim xalaqit bermaydigan, miya ayni aktiv faoliyati bo'ladigan bo'lsa, o'sha 9 dan 1 gacha juda shunaqangi bir samarali ish beradigan vaqti bo'lardi buvam uchun va shu payt ular haqiqatdan ham biz ham bilardik, o'zlari ham o'sha ish kabinetlaridan, yozuv stollaridan turmasdilar. Voy, ishga berilib ketdim deb oila qolib ketdi. Yo'q, unaqasi ketmaydi. Voy, ishga berilib ketdim deb mana bu yerda ilmiy ish qolib ketdi. Unaqasi ketmaydi. Hamma narsa barobar bo'lishi kerak. Endi o'zingizga to'xtaladigan bo'lsak, sizda ham bilim, ham tafakkur, ham ibohayo, ham go'zallik hammasi jamuljam, mujassam. Aynan mana shuni siri nimada deb o'ylaysiz? Chunki atrofingizdagi bilimdon insonlarni ko'rib, ularni bilimidan, ularni o'sha sizni bilimga tashnaligingiz, ularni bilimidan ularni bilimidan bahra olishga olib kelar ekanda sizni. Mana shu bilimlarni o'rganish, mana shu bilimlar egasi bo'lish, chunki sizni atrofingizda shunaqa insonlar. Siz harakat qilishingiz kerak. Shularga juda tenglashish bo'lmasa ham, shularni izidan borish. Shuning uchun buni sababi o'ylaymanki, meni atrofim, meni buvam, meni adamlar, meni oyimlar. Chunki bundan o'zga bir sayyorani ocha olmayman men. Chunki bizani uyda eng katta boylik bu kitob. Mana shu mana shu katta boylikdan biz bahramand bo'lganmiz. Demak, sizni mana shunday darajaga yetib kelishingizda juda katta rol o'ynaganlar onajoningiz, bobojoningiz Ozod Sharafiddinovni hayotlaridan, ijodlaridan o'rnak olgansiz albatta. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, sizning idealingizdagi shaxs kim? Bilasizmi, men yoshligimda men uchun ideal bu buvam edilar. Men ideal deb bilardim ularni. Hatto shaxmatni yaxshi ko'radilar. Albatta. Shaxmatni qiroli deb bilardim. Men o'ylardimki, dunyoda masalan jahon chempionlari bo'lsa, o'z paytim, men yoshligimda Karpov jahon chempioni edi. Karpovdan ham zo'r o'ynaydilar deb bilardim. Shu shaxmatni shu darajada menga ideal edilar buvam va hayotimning oxirigacha ideal bo'lib keldilar. O'ylaymanki, oilamizning ideali buvam. Albatta, shu javobni kutganmiz biz ham. Chunki hammani idealidagi inson xotirasida abadiy yashaydi. Ular ham sizni xotirangizda abadiy yashamoqda. Sizdan keyin ham albatta yashashlarini kutib qolamiz, biz yoshlarga o'rnak bo'lishlari uchun. Keyingi savolni beradigan bo'lsam, aynan Ozod Sharafiddinov ustozimiz va ularni ayollari Sharofat aya. Ulardan siz nimani o'rganishga ulgurib qoldingiz? Ulardan nimani olishga ulgurdingiz hayotingiz davomida? Juda ko'p narsa oldim ulardan. Birinchidan munosabatlar. Men esimda juda kichkina edim. Mutaxassislar uyi, hozirgi Anhor bo'yidagi uy. O'sha yerda yoshligimiz o'tgan, bizani buvam bilan buvam o'sha yerda turishardi. Judayam bir bilasizmi, o'zini aurasiga ega uy, xonadon. Buvamni ish kabinetlari, yozuv stollari, hammasi biz uchun qanaqandir bir ajoyib, bir sirli, bir dunyo, bir ertak simon, bir bolalikda katta bo'lgandaymiz. Mana shu yerda buvimni va buvamni har bir narsaga e'tiborli bo'lishlari. Bizni qanday kiyinishimiz, masalan, bizga kelsak, bizni hattoki shipaklarimiz ham bo'lardi uyda. Buvim olib kelib qo'yardilar.
o'zlari ham shu nimada yurardilar, kichkinagina kablukli tuflida yurardilar. Har doim chiroyli kiyinib yurardilar. Oshxonada bitta xavatlari bo'lardi. Oshxonaga kirganda shu xavatni kiyib, ovqatni qilib, bu yoqqa tashqariga chiqqanda yana bir sarishta bir kiyimda bo'lardilar. Bu ham men uchun katta o'rnak edi. Buvam bilan munosabatlarida ham hech qachon men qanaqangidir bir pasti balandliklarni ko'rmaganman. Va o'zlariga biza farzandli kelganda ham, nabiralar kelganda ham ular bizga nisbatan bo'lgan mehrini 100 karra menimcha ko'proq berishga harakat qilishardi. Va esimda o'sha yoshligim, buvam operatsiya bo'lganlar. Bilmayman. Ozgina o'sha esimda qolgan. Vannada, buvam oshxonada bolnitsaga endi operatsiya bo'ladigan kunlari nimalarnidir tayyorlab yuribdilar. Men oshxonada o'tirib, menga nonushta tayyorlab berdilar, shuni yeb olgin deb. Keyin o'tiribman, buvi desam, buvim bugun operatsiya bo'ladilar. Sen Xudoyimdan so'ragin, yaxshi o'tsinlar dedilar. O'sha kun lekin meni esimda. 4 yoshmanmi? Boshqa narsa esimda yo'q lekin. Lekin o'sha kun esimda, o'sha astoydil so'raganman. Shu buvam yaxshi bo'lib ketsinlar deb, bilasizmi? Men qanaqadir shu insonning xotirasida shunaqa narsalar qolar ekan. Keyin balkim bo'lgan narsalar esimda yo'q. Shunaqangi iliq munosabatlar qolar ekan. Hozir. Shu tariqa bizning yoshligimiz o'tdi. Mana shu mehrga to'lib. Va o'ylaymanki, mana shu to'g'ri munosabatlarni oldim. Oilangizda bo'ladimi, oiladan tashqarida bo'ladimi, insonga bo'lgan hurmatni yo'qotmaslikni oldim. Va eng asosiysi, har bir narsaga sidqidildan va vijdon amri bilan qaror qabul qilasizmi yoki u hayotingiz davomida bo'ladigan vaziyatlardan kelib chiqadimi? Albatta, o'zingizni haqiqatingizga sodiq qolishlikni o'rgandim ulardan. Mana shu buvam bilan buvamning munosabatlarida o'sha samimiylikni ko'rib, har xil vaziyatlar bo'lgan bo'lishi mumkin, qiyinchilik davrida ham bo'lishi mumkin. Masalan, buvamni ta'qib qilingan paytlari bo'lgan. O'sha munosabatlarda ham buvimni o'zlarini qanday tutishlari, buvamni o'zlarini qanday tutishlari, oilaga oilani dars ketmasligi uchun qilgan harakatlari men uchun shaxsan juda katta maktab bo'ldi. Mana shunday boy meros davomchisi sifatida buyuk mutafakkir, nuktadon, tarjimon, tanqidchi Ozod Sharafiddinov ustozimizning sevimli nabiralari va o'sha Sharofat ayani sevimli nabirasi sifatida hozirgi ota-onalarga qanday maslahatlar berasiz? Aynan farzand tarbiyasi bo'yicha va oilani mana shunday mustahkam olib borish bo'yicha. Buvam bilan buvimni tarbiyalaridan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, oilada inson, u farzand bo'ladimi, ota-ona bo'ladimi, o'z meniga ega bo'lishi kerak. Ularda shunday edi. Ular har bir farzandni eshitishardi. U katta yosh bo'ladimi, kichik yosh bo'lardimi, o'sha kichkinagina qizaloqni yoki kichkinagina o'sha bolajonni o'zini fikrini eshitishardi va uni hurmat qilishardi. Nimadir xohlayapti, nimadir xohlamayapti. Demak, shundan kelib chiqib, misol uchun oyim filologiya sohasini tanlaganlar. Tog'am sharqshunos bo'lganlar, katta tog'am. Kichkina tog'am huquqshunos bo'lganlar. Aytmoqchimanki, ular bir ma'lum chegarani qo'yishmagan. Demak, qaysi sohani tanlayaptimi, o'shanga to'g'ri yo'nalish berishgan. To'g'ri, masalan, ota-onaning tajribasi bor, yo'q, sen mana bunda bo'lasan, sen masalan doktor bo'lishing kerak. Doktor bo'lsang yaxshiroq bo'ladi degan fikrni ham berishligi mumkin edi. Lekin ularning oilasida shunday bo'ldi va o'ylaymanki, bu to'g'ri yo'l bo'lgan. Aytmoqchimanki, o'sha to'g'ri yo'naldira bilish va o'zini farzandini eshitish. Mana 3-farzandlari Alisher akam, tog'am, ular ham huquqshunos, o'z sohasida o'zlarini bilimlariga ega yetuk mutaxassis. O'ylaymanki, ularning tajribalari, yo'llari noto'g'ri bo'lib ketgani yo'q.
Albatta, demak, farzand tarbiyasida eng muhim maslahatlaringizdan biri ularni eshitish ekan. Bu judayam to'g'ri. Farzandni eshitsa, u bilan qancha ko'p suhbat qursa, uni kelajagiga bu juda yaxshi, ya'ni ijobiy ta'sir o'tkazadi. Keyingi, oxirgi savolimizga yuzlanadigan bo'lsak, hozirgi davr qizlarimiz, hayotni, karyerani, ilmiy jihatdan o'qishni, birdek olib ketishlari uchun qanday maslahat berasiz? Aynan o'zingizni shaxsiy hayotingizga tayanib yoki onajoningizni shaxsiy hayotlariga tayanib. Bilasizmi, Mashkura, man uchun kitob o'qiganimda, asar o'qiganimda, bu maqola bo'ladimi, badiiy asar bo'ladimi, ma'lum bir shiorlar xotiramda muhrlanib qoladi. Mana shu bunday narsalar buvamni asarlariga ham bevosita bog'liq, maqolalariga. U esse bo'ladimi, u adabiy tanqidiy maqola bo'ladimi, jumladan o'sha sizga ma'lum bo'lgan fikrlari munaqqid adabiyot bog'iga bolta bilan emas, balki toqqaychi bilan kirish kerak degan fikrlari men uchun shior bo'lib xotiramda turadiki, har doim, hamisha bu nafaqat adabiyotga tegishli. Men uchun bu hayot shiori. Chunki mana hozirgi bergan savolingiz ham qizlarimiz tarbiyasida o'sha ona bo'ladimi, tushgan joyidagi yangi qarindoshlar bo'ladimi, ular mana shu bog'ga, ya'ni mana shu qizimizning hayotiga bolta bilan emas, balki toqqaychi bilan kirish kerak. Mana shu qizni o'sha to'g'ri shakllanishiga va mustahkam ildiz otishiga yordam berish kerak. Ya'ni hozir aytganimiz, yana orqaga qaytib, o'sha eshita bilish kerak, unga yordam berish kerak. O'rinli yordami, masalan, uni kaltaklab yoki o'sha chopib tashlash emas, balki o'sha toqqaychi bilan kerakli o'rinlarda, qizim, agarda bunday qilsa, mana bunday bo'ladi deb to'g'ri o'rinli maslahatni bersa, u ham birovni farzandi, u ham sizni xonadoningizga oila quraman, mustahkam bir daraxt bo'laman, o'zimdan bir yaxshi shirin meva qoldiraman, o'sha mevali daraxt bo'laman deb keladi. Demak, biz ham mana shu mevali daraxt bo'lishi uchun uni parvarishlay bilishimiz kerak. To'g'ri parvarish qilsangiz, u gurillab judayam yaxshi ildiz otib, mustahkam bir farzandga, mustahkam bir oilani markaziga aylanadi va o'zidan yaxshi mevalar qoldiradi. Agarda bobojoningiz, bizni ustozimiz deb bilamiz, Ozod Sharafiddinov, hayot bo'lganlarida mana 2026-yil 97 yoshga to'lardilar. Ichlaringizda qandaydir gaplaringiz nabira sifatida qolib ketgan bo'lsa, mana shu videomiz orqali xalqqa yetkazishingiz mumkin. Albatta, talabalar, yoshlar, ustozlar ko'radi, ular bilan birga ishlagan ustozlar ko'radi. Qisqachagina o'zingizni ichingizdagilarni aytib o'tsangiz. Hali aytgan gapim, katta bo'lgan sari bilimlaring qanchalik kam ekanligini bilarkansan. Tajribang ortgan sari bu bilimlarni o'rtoqlashging kelar ekan, savollaring ko'payar ekan va o'zim mana shu sohada bo'lganim uchun, filologiya sohasida bo'lganim uchun buvamga judayam beradigan savollarim ko'p ekanligini bildim. Lekin buvam hayot paytlarida biz hali yoshroq edik, farzandlarim bor edi, farzandlarim hali yosh edi, hali tajribam balkim yetarli emas edi, balkim qaysi bir ma'noda buvamni urintirmaslikka harakat qilganmanmi, ayrim savollarimni bermagan bo'lishim mumkin. Lekin men uchun buvamni katta baholari bo'ldi. Mana shu himoya qilganimda, diplom ishimni himoya qilganda, Cho'lpon bo'yicha himoya qilganman va kandidatlik dissertatsiyamni himoya qilganimda shundan juda yetib bormadilar, chunki 2005-yil buvam o'tdilar, 2007-yil men himoya qildim. Lekin kandidatlik ustida ishlayotgan paytimda buvam mana shu maqolalar chop etamiz endi, o'sha maqolalarni bitta ham joyiga tekkizmasdan, qalam tekkizmasdan chop etdilar. Qizim, men seni tabriklayman dedilar. Va mana shu Besaramjon davr asariga bag'ishlangan maqolam shunday ham deb nomlanar edi. Men uchun bu juda katta baho bo'ldi va men uchun himoya ham u darajada muhim emas ediki, garchi buvamni bergan baholari. Shuning uchun buvam bilan hozir miriqib gaplashib o'tirgim keladi. O'sha munosabatlarimizni eslayman va o'sha munosabatlar menga kuch beradi. Shunaqangi balkim o'sha payt u darajada men uchun muhim bo'lmagandir. Men hozirgi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsam, shunaqangi bir
katta sog'inch bilan eslayman o'sha narsalarni. Misol uchun hikoyalar, maqolalar bosilib chiqardi. Buvam yoki ko'rsatuvlar bo'lardi. Buva ko'rsatuvni ko'rdim yoki maqolangizni o'qidim. Xo'sh, qalay deb u mani bahoyim emas, mani darajamni bilar ekanlar. Qani, qay nimasiga tishim o'tdi? Qaysi joyigacha? Qaysi nima deydi, etapiga yetib bordimki, shu ular yetkazmoqchi bo'lgan fikrni qaysi jihatiga men e'tibor qaratdim? Tushundimmi yoki yo'qmi? Keyin shu haqida suhbatlashib ketardik. Kundalikda bir asrlik 20-asrdagi berilgan hamma yilma-yil Nobel mukofotini yozib qo'yibdilar. Internet yo'qdi u paytida. Tasavvur qiling, yilma-yil yilnoma qilib qo'yibdilar. Nobel mukofotini olgan insonlarni ismi, familiyasini yozib qo'yibdilar. Endi buni qayerdan o'qiganlar? Shunaqangi savollarim ko'p, bilasizmi? Masalan, buva nima uchun mana shu aynan shu narsani tarjima qildingiz? Yoki ko'ryapsizmi, bunaqa savollarim juda ham ko'p. Nima uchun Stefan Zweigni tanladingiz? Nima uchun German Gelsenni? O'zimcha javob beraman. Nima uchun degan savollarimga javobim bor. Nima uchun Tolstoy degan savollarim bor. Lekin shuni buvam bilan yana qaytadan birga miriqib suhbatlashish juda ham men uchun bir sog'inch. Albatta, maroqli suhbat uchun sizga rahmat. Biz bugun Ozod Sharafiddinov ustozimizni hayotlarini qisman bo'lsa-da o'rgandik deb o'ylayman va sizlarga manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Avvalambor sizga rahmat aytamiz ustoz, chiroyli xotiralar uchun. Bu inson nafaqat tarjimon, nafaqat munaqqid, nafaqat bir vatanparvar bo'lganlar, balki eng go'zal xotiralarga ega, eng chiroyli hayot yo'liga ega oilaparvar shaxs bo'lganlar.